hozirgi Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti tashkil etilayotgan Yevropa ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan oliy ta'lim salohiyatini oshirish capacity building higher education loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan DEPSEUS loyihasi belgilangan tadbirlar doirasida bo'lib o'tyapti. Mazkur tadbirning ahamiyati shundan iboratki, bu yerda nafaqat oliy ta'lim muassasalarining vakillari, shu bilan birgalikda ishlab chiqarish vakillari, energetika sohasidagi ilmiy tadqiqot institutlari vakillarining bevosita muhokama jarayoniga aylanyaptiki, alohida ahamiyat qayd etish kerak. Ta'lim, ishlab chiqarish hamda ilm fanning o'zaro hamkorligi bo'yicha respublikamizdagi energetika sohasidagi muammolar va ularni qayta tiklanuvchan alternativ energiya manbalari yordamida bartaraf etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarning muhokamasiga bag'ishlanadi. Jumladan, mazkur loyiha natijasida qayta tiklanuvchi energiya manbalari bo'yicha bakalavriat tayyorlashga alohida e'tibor qaratilgan. Mazkur loyiha davomida yangi bakalavriat yo'nalishi tashkil etilgan bo'lib, mazkur dastur yevropalik oliy ta'lim muassasalarining tajribasi asosida ishlab chiqilgan. Tegishli oliy ta'lim muassasalari loyiha ishtirokchilari bo'lgan hamkor oliy ta'lim tashkilotlarining bevosita moddiy texnik bazasi yangi laboratoriya jihozlari bilan qo'llanmoqda. Professor o'qituvchilarning malakasi yangi tajribalar asosida shakllantirilmoqda. O'ylaymizki, oliy ta'limdagi so'nggi yillardagi amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan muhandislik ta'limini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirishga yo'naltirilgan sa'y-harakatlar mazkur loyiha doirasida ham o'z natijasini ko'rsatadi.